O'g'il bola uchun moslangan ideal xona deb bilaman. Obyekt chiroyli chiqishi 70-80% mijozga bog'liq. Bu oshxonamizni boshqa obyektlarga nisbatan farqi. Zalga ko'pchilik juda ham katta xona ajratib olishadi. Hech kim buni O'zbekistonda yasalgan deb aytmaydi. Mana buni ko'pchilik malyarka deb o'ylayapti-da. Kvarts toshi nima afzallik taraflari bor? Assalomu alaykum. Grabus jamoasi navbatdagi 450 kvadratli hovlini patkulich holatda topshirib berdi. Bu obyektimizni Abbos bilan birgalikda to'liq detalli obzor qilib beramiz. Bu videomizni oxirigacha ko'rsanglar, uchastka qurmoqchi bo'lgan odamlarga, remont qilmoqchi bo'lgan odamlarga manfaatli bo'ladi. Sababi har bir kichkina detal haqida gap ochiladi. Nimadan boshlaymiz? Hammaga yoqadigan oshxonadan boshlaylik. Sababi ko'p videolarda hamma oshxonani oxiriga qoldiradi. Biz birinchi oshxonadan boshlaymiz. Bo'ldi. Hammaga qiziq bo'ladi. Abbos, bu oshxonamizni boshqa obyektlarimizdan oshxonasidan nima farqi bor? Bu oshxonamizni boshqa obyektlarga nisbatan farqi juda ham katta. Sababi o'rtaga o'stirib berganmiz va stol stul zona ham berganmiz. Stullarimiz soni 7 ta. Bu yerda bemalol ertalabki zavtrak ham, obed ham, ujin ham qilsa bo'ladi, kechki ovqat ham. Sababi nimaga? Ko'pchilikda ahamiyat bergan bo'laman. O'stirib qiladi-da, 3 ta barni stul qo'yib qo'yadi. Bu oila jips bo'lishiga olib kelmaydi. Misol uchun ko'p stul bo'lsa, hamma oilaviy choy ichgani, tushlik qilgani yaxshiroq. Shuning uchun bu oshxonamizda eng menga yoqadigan joyi mana shu stol stul va o'stirib zonasi bo'lgan. Hozir men toshlarni ko'raman, o'stirib stol bilan ulanib ketgan va stoleshniца fartuklarda tepalagacha qo'shilib ketgan. Buni nima yaxshi tarafi bor? Buni yaxshi tarafi, ko'rgan bo'lsang, interyerda monotonniy ranglar ishlatilgan. Buni biz ajratish uchun aksentni kvarts toshni ishlatganmiz. Sababi bu aksent bo'lgani hisobiga interyer chiroyli ko'rinadi. Kvarts toshi nima afzallik taraflari bor? Kvarts toshi afzallik tarafi akrilga nisbatan, akrilda bilsanglar, qoshuv tegsa ham, pichoq tegsa ham qirilib qoladi. Kvartsda unaqa narsa bo'lmaydi. Ham kvarts pishvoy hisoblanadi. Agar internetlarda o'qigan bo'lsa, Amerikada mana shu kvartsni xirurgiyaskiy stol qilib ham foydalanishadi. Shunaqa eshitganman. Xo'p, yana bu oshxonamizda yana nima qilingan? Ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita lyustra berganmiz. Bittasi o'stirib ustiga, bittasi stolimiz ustiga. Ikkalasi ham ikki xil formada. Xuddi paraga o'xshab turibdi-da. Bir xil narsa emas, lekin paraga o'xshaydi. Interyeri yana ham ochadi. Va дополнительный biralar qo'yilgan. Bira har doim interyerni chiroyli ko'rsatadi. Va oshxonamizda maksimum harakat qilganmiz, kichkina bo'lishiga qaramay joylardan unumli foydalangani. Sababi joy kichkina bo'lgandan keyin funksiyasi ko'proq mexanizmlar qo'yish kerak bo'ladi. Misol uchun, mana shu o'stirifimizni yana plus ko'p davomini ham ovqat qilyapsiz, дополнительный yana 3 ta mexanizm joylab ketganmiz. Yog' soladigan, sushilkamiz bor va qoshiq vilkalar qo'yiladigan, talinkalar qo'yiladigan joylarimiz bor. Va bu oshxonamizda texnikalarimiz hammasi bo'shga ishlatilgan va skrytiy xolodilniklar ham qilingan. Skrytiy xolodilnik har doim chiroyli ko'rinadi. Nimaga? Mebel qilinganda mana shu vidi fasadi bilan bir xil kelishi. Va bu yerda ikkita xolodilnik qo'yganmiz. Yana remont qilayotgan tanishinglarga yo o'zingizlar remont qilmoqchi bo'lsanglar, har doim oshxonaga rozetkani ko'proq tashab ketinglar. Sababi kuller bo'ladi, aerogrill bo'ladi, mikserlar bo'ladi va rozetka kamligini hisobiga noqulayliklar kelib chiqadi. Va bu o'z tarafimizga ko'rayotgan bo'lsanglar, дополнительный yana rozetka qo'yib ketganmiz. Hozir oshxona haqida to'liq gaplashdik deb umid qilamiz. Boshqa xonalarni ham ko'ramizmi, Ro'shan? Ketdik. Oshxonamizdan chiqqanimizdan keyin to'g'risida zal joylashgan. Ro'shan, o'zi zalga qanaqa qaraysan, qanaqa kvadratura ajratish kerak boshida uy qurayotganda? Zalga ko'pchilik juda ham katta xona ajratib olishadi. Uyga proporsiyasiga mos bo'lishi kerak. 12 tali stol joylashtirganmiz bu yoqda. 30 kvadrat atrofida 5 ga 6 xona qilingan. Bu xona bu uy uchun ideal. Har bitta uyga o'zidan kelib chiqib xona ajratish kerak. Juda katta qilishni hozirgi kunda maslahat bermayman, chunki hozirgi kunda mehmonlar ko'p kutilmayapti
va bekorga bo'sh xona bo'lib yotish ehtimoli katta bo'ladi. Bu xonamizda ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham monotonniy rangli ishlatganmiz va mebellarni ham shu yerda o'zida yasattirganmiz, dizayn bilan birga bir qilib yasab berishgan. Lekin mana shu zal kompaktni chiqqan, men o'zimga ham yoqdi. Lekin o'sha baribir yoshlar bilan kattalar o'rtasida fikr bo'ladi-da, bir xil zal kerak emas deydi, bir xil zal kerak deydi. Bunga qanaqa qaraysan? Hammani oilasi har xil, oiladan kelib chiqib, o'sha planirovkani o'zligiga moslagani yaxshi deb o'ylayman. Hammani ehtiyoji har xil, o'shanga qarab taklif bergan yaxshi. Shuning uchun ham biz bilasan, individual ishlaymiz, hammani ehtiyojidan kelib chiqib taklif beramiz va biz standart ishlamaymiz o'shaning uchun. Ro'shan menga yoqadigan xona har doim divanli zona hisoblanadi. Bilasanmi nimaga? O'zi xarakterimni yaxshi bilasan-ku. Ko'p kino ko'raman, ko'p video ko'raman. Ishimiz bo'yicha mana shu YouTube'da ham men o'zim ko'p o'tiraman-da. Shuning uchun divanli zona har doim zo'r. Bu divanli zonada yana yoqadigan narsa, odamlarga maslahatim bu soundbar. Soundbar qo'yilganda televizor ko'rganda effekti umuman boshqacha bo'ladi. Misol uchun Dolby Atmos da qilingan kinolarni ko'rsanglar, juda ham zo'r eshitiladi, har xil effektlar. Misol uchun orqa fonda gapirgan odamlar, yomg'ir yog'ishi, nimadir portlash, samoferlar, mana shu orqa kolonkalar ishlaydi shunaqa payt. Shuning uchun bu soundbar har doim zo'r narsa hisoblanadi. Yaqinda ham bitta mijozimizga mana shu narsani ko'rsatganimizdan keyin bizani uyga ham qo'yib bergan deb aytdilar. Shunaqa narsa ham bo'ldi. Bu akustika endi gaplashish juda ham temasi ko'p narsa. Hozir mana shu divan haqida gaplashamiz. Divan ahamiyat berganmiz, ko'p chet elga borganimizda yo birovlarning uyiga kirganimizda divanni qattiq qilib qo'yishadi. Shunaqa. Bu yumshoq qilsang har doim divanni zo'r bo'ladi. Sababi nimaga? Uzoq vaqt bemalol o'tira olasan, beling og'rib ketmaydi. Shuning uchun pasatkani yumshoqroq qilish kerak. Divanda men hozir o'tirib ahamiyat berdim. Ergonomik qilingan, ergonomika juda ham muhim, dam olish kerak odam. Undan tashqari dizayni ham juda ham chiroyli chiqqan. Hech kim buni O'zbekistonda yasalgan deb aytmaydi. To'g'ri. Bizda shuni birga bir qilib yasatganmiz. Materiallari ham, tikilishi ham zo'r chiqqan. Mana shu dekorativniy podushka ham zo'r, lekin senga yoqadimi? Dekorativniy podushkani ko'pchilik qo'ymaydi. Bu narsa interyeri juda ham ochib beradi. Ko'pchilik shuning uchun ham uyim bitta, lekin oddiy bo'lib qoldi deb aytishadi. Ro'shan bilasam, yana interyerni nima chiroyli ko'rsatadi, har xil dekorlar ko'rsatadi. TV zonalarning oldiga qanaqadir polkalar, mana shunaqa narsalar qilib ketgan yaxshi-da. Mana bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, kartinka qo'yilgan, dekorlar qo'yilgan, shu interyerni rangiga mos, stiliga mos qilib tanlab qo'yilgan. Har bitta narsa uchun bu yerda komanda ishlaydi. Mana shu narsalarni tanlab, mijozga ko'rsatib, olib kelib qo'yib, oxiri to'xtam kelinadi va shu joyda qoladi. Hozir faqat interyer haqida gaplashyapmiz, lekin bizning o'zi asosiy vazifamiz remont под ключ, ya'ni noldan uchastka quramiz va interyerni dizayndagi birga bir qilib remont qilamiz. Hozir mana shu qilingan ishlarni haqida ham bitta gaplashaylik. Misol uchun, malyarkamiz 3 kачествосida qilingan va bu juda ham chiroyli. Misol uchun galogenlar, lyustralar yoqib, mana Ro'shan devorda hech qanaqa valnalar ko'rilmayapti. Yana bitta gapirib ketadigan joyi bor. Menga yoqayotgan joyi lyustra birga bir qilib zakaz qilib olib keltirganmiz va xonaga juda ham chiroyli mos bo'lib turibdi, ham kattaroq qilib qo'yilgan. Asosan hozir lyustralar dekor uchun ishlatilyapti. Bu dekorni ham tanlash uchun biz shu dizayndan moslab zakaz qilib sifatlarini tanlaymiz birga bir xil. Patologda treklarimiz bor. Mana shu narsalarda ko'p obyektlarga borganimizda treshina tushgan bo'ladi. Sababi nimaga? Oddiy reykaga qiladi, oddiy profilga qiladi. Biz har doim knaf sistemali patologni maslahat beramiz. Knaf qimmat chiqadi, lekin shunga yarasha effekti zo'r. Katta taygalarga ham, boshqalarga ham umuman patologiyalarda treshina bo'lmaydi. Lekin 3-4 barobar qimmat Ro'shan. Shunaqa. Bu uyimizda VRF tizim qilingan. VRF tizimi yaxshi tarafi rekuperatsiya ham ulab qo'ysa bo'ladi. Ham konditsioner, ham havo tozalab berish sifatida bemalol ishlatsa bo'ladi. Biz bu yerda skriti reshotkalar ishlatganimizda interyerimizga bu ham bitta ko'rk berib turibdi. Ro'shan savol borda, endi ko'p mijozlarimiz aytadi. Konditsioner qanaqa qilganim yaxshi? VRF o'zi VRV deydi. VRF o'zi qanaqadir brend, VRV deydi.
oddiy konditsioner qilgan yaxshimi yo mana shunaqa VRV qilgan yaxshimi? Bu narsa hammani o'ziga bog'liq. Kimdirlar misol ventilyatsiya yaxshi ko'radi. Misol uchun menga yoqadi bu narsa. Agar ventilyatsiya sifatida ishlatilmasa, faqat konditsioner o'ziga ishlatiladigan bo'lsa, 3 barobar ko'p pul to'lash keragi yo'q. Nima qilish kerak? Oddiy konditsioner qo'yib, agregatlarni tomga olib chiqsa bo'ladi, o'sha effektni beradi. Faqat sal kattaroq konditsionerlar zapasi bilan olinadi. O'zi biza remont qilayotgan yo uy qurayotgan obyektlarimizda Ro'shan bilasan, har doim pulni to'g'ri taqsimlaymizda. Misol uchun VRF qilib qo'yib, lekin mana mebelga, dekorga pul ishlatmasanglar, u ham noto'g'ri narsa deb bilaman-da. Pulni to'g'ri rejalashtirish kerak. Pulni rejalashtirish, ish planini rejalashtirish birinchi o'rindagi narsa, aynan qurilishda. Keyingi xonani ham ko'raylik. Ketdik. O'sha xona senga ham yoqadi, menga ham yoqadi, bilasan? Biz rostdan ham zo'r chiqqani. Rostdan ham bu xona ko'pchiligiga yoqadi. Sababi dizayn sложный chizilgan, boshida ana dizayn chizilganda eslaysizmi? Men переход qila olmaymiz deb rosa bosh qotirgan edik. Shunaqa. Bunga nima решение qilganmiz? Mana buni ko'pchilik malyarka deb o'ylayapti-da. Yo'q, bu ham krashinli mebel, uni ham krashinli shpon. Bir-biriga mana shunaqa переход qilingan, tutashishlari zo'r chiqqanda. Bu xonada bilasam yana nimasi yoqadi? Mana shkaflari, neobishniy chiqqan, kravatlari, ayniqsa tumbasi yoqadi-da. Bitta yaxshi tomoni menga yoqadigan tarafi tumbani ustiga tosh ishlatilgan. Bu tosh yaxshi tarafi qirilib ketmaydi. Ko'p obyektlarda bilasam, mana krashinli qilamiz-ku, yillar davomida o'tganda qiriladi-da. To'g'ri, ozgina qimmat chiqadi, lekin tosh qilgan zo'r, menga ham yoqadi. Mana kravatni ko'ryapmiz. Buni ham ana yasatganmiz. Ko'pchilik yana Instagramda qo'yganimizda chet ellik deb o'ylashdi. Yo'q, bu chet ellik emas, o'zimizda yasalgan, lekin juda ham yaxshi ustalar ishlagan. Men eshitishimcha, bu mexkiychilar даже Italiyaga ham eksport qiladi deb eshitganman. Mana переходlari, tikilishlarini qarang, Ro'shan. Misol uchun hamma chokini ham tik tashiydi-da. Biz yonga berganmiz-da choklarini. Zo'r. Bunaqa mutaxassislarni tanlash uchun ancha mehnat qilganmiz. Bunaqa mehnatni ko'pchilik kelib ko'rib, his qilib ko'rishi mumkin. Biz har doim o'zi obyektlarni topshirayotganda mijozlarni olib kelib, ishimizni ko'rsatib, keyingi obyektlarni olamiz. Ko'p ahamiyat berganmiz. Mana shkaflarni Turkiyadan yo Xitoydan olib kelaylik deyshadi-da. Sen ham yo'q deysan, men ham yo'q deyman. Nimaga bu narsani yo'q deymiz? Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shkaf poldan patologgacha qilingan. Misol uchun chet eldan mebel olib keladigan bo'lsanglar, mana shunaqa esinglarda bo'lsa, ipodromlarda, ana chesterlar, mashinaga o'xshash narsalar pinallar qo'yiladi, tepasi mashincha, konverli, tepasi joy zazorlar ochilib qolinadi, u interyerda juda ham xunuk ko'rinadi. Shuning uchun mana shu strogiy qilib, stroyniy qilib shkaflarni yasatgan, shu yerda yasatgan yaxshi deb bilaman men. Yana mana shkafda Ro'shan dizaynda esingda bo'lsa, mana pastida ham ruchkasi bor edi-da. Shunaqa. Biz aytaman, ana komanda bo'lib ishlaymiz, mebelchilar bilan ham har bitta detallar komanda bo'lib, hamma fikr almashib, ana bitta kalla yaxshi, 2-3 ta bo'lsa undan ham yaxshi deydi-yu. Ana o'zbeklar maqolimi. Mana shu ruchkani bitta qildik, imitatsiya qilib ketdik-da. Ichini ham ochib bitta ko'rsataylik. Mana ichiga podsvetkalar qo'yilgan, дополнительный pantograflar, naski, mana shunaqa hisobladigan narsalar bor. Aytmoqchimanki, dizaynda chiziladi. Bu dizayn nima desa bo'ladi? Bu dizayn hamma birga bir qilish kerak deb bo'ladi-da, lekin uni funksional darajasini ham qilish kerak-da. Biz rasm bilan yashamaymiz, realizatsiya bilan yashaymiz. Yashaganda qulay bo'lish kerak. Sababi ruchkani qo'yganimizda aytdik, полезный площадь yo'q ketardi. Shuning uchun mana shunaqa qilib ketganimiz zo'r bo'lgan. Ham vizualniy xunuk bo'lib qolardi, ikkita ruchka bo'lsa. Shunaqa. Keyin mana shu shponlarga ham ahamiyat bersanglar, shponlar injenerniy shpon. Endi bir xillarni tangensalniy deydi. Unaqa terminda gapirsam ko'pchilik tushunmaydi. Shuning uchun jaydari tilda gapiramiz. Bir ikkita odamlar Instagramda hate qildi. Injenerniy emas, boshqacha deyiladi. Unaqa deyilishini men bilaman, lekin odamlar tushunadigan tilda gapirib ketyapmiz. Mana shponlar hammasi o'sha italyanskiy, turetskiy ishlatilgan. Bu spalnimizda yana bitta narsa sizlarga g'alati ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, televizor nimaga yondi? Nimaga bu tarafda emas? Sababi xonamiz kichkina bo'lgani hisobiga shkafni bo'tga berganmiz. Mijozimizni adalari televizor ko'p ko'radilar, shuning uchun televizor bo'lishi shart deyilgan. Shuning uchun biz shunaqa решение berib ketganmiz. Bo'tga qo'yganmiz. Дополнительный mexanizm transformerli qo'yganmiz va televizorni bemalol aylantirib, televizor ko'rsa bo'ladigan sharoitda qilingan.
Bizni sanuzel skrit eshik qilganmiz, katta format kafel qilganmiz va santexnikalarni nemetskiy gro ishlatganmiz. Xitoyniki bilan solishtirganda to'g'ri 4 barobar, 5 barobar qimmatroq chiqishi mumkin, lekin uzoq muddat ishlash bilan o'zini oqlab ketadi. Mijozimizni eshitgan holda suriladigan, ochiladigan oynali eshik qilmaganmiz. Oynani o'zini alohida перегородка, ya'ni to'siq sifatida foydalanganmiz. Bu xonani kattaroq ko'rsatadi va har xil mexanizmlar bo'lmaganligi uchun chiroyli ko'rinadi. Holda ham qiziq narsalar qilganmiz, Roshan, o'zing bilasan. Menga yoqadigan joylar mana shu dizayn bilan birga-bir qilib yasalgan. Buni ham ustida xuddi ana tumbadagi tosh ishlatgan edik va дополнительный dekorlar qo'yib ketganmiz va savol tug'ilishi mumkin. Nimaga kichkina gilam? Renderda ham shunaqa berganmiz. Sababi ko'pchilik gilamni o'rtaga tashab qo'yadi va ko'p foydalanilmaydi. Biza bu yerda misol uchun mehmonlar kelganda bemalol ikki kishi gaplashib o'tiradigan joy, oyog'ini tegi qulay bo'lishi kerak o'tirganda. Ko'proq o'tirganda gilamni oldida vaqt ko'p ketadi. Shuning uchun faqat mashina o'zini joyiga gilam tashab qo'yganmiz. Keyin yana bitta yoqadigan narsa, qo'llarda iloji boricha mana shu kartinalar, mana shunaqa dekorlar qilishni maslahat beramiz. Dekor, kartina, statuetkalar, shunga o'xshash narsalar odamni ichki dunyosi haqida ma'lumot beradi. Bu narsa O'zbekistonda juda rivojlanmagan. Dizayner chizdi, xuddi o'sha narsani qo'yib qo'yishadi. Yo'q. Kimgadir misol uchun ot yoqsa ot rasmini qo'yib qo'yish kerak. Kimgadir misol uchun qanaqadir kinolarda lavhalar yoqsa o'sha narsa qo'yish kerak. Kimgadir abstraktniy rasmlar yoqsa o'shanaqa narsa qo'yish kerak. Bu uyda ham shu odamning xarakteri bilinib turadi, to'g'rimi? Shunaqa. Zo'r. Birinchi tash qo'limizda har doim eshikdan kirganda ikki tarafga shkaf berganinglar yaxshi. Sababi kiyim osilganda oyoq kiyim uchun joy bo'ladi. Brindando por la noche. Hozir zinadan chiqib o'tamiz. Zinada chiqishda mana balasinalar qilganmiz. Perillalari hammasi injenerniy shifon asosida qilingan. Esingda bo'lsa, bitta obyektimizda men yiqilib tushganman. Nimaga? Zina glyans bo'lsa, odam yiqilish ehtimoli katta bo'ladi. Va glyans qilgandan keyin vizualniy xunuk ko'rinadi. Mana bunaqa kichkina daroshkalar zinaga qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun mana bu uyimizda zinamizni mataviyroq qilganmiz. Oyog'inglarni qo'ysanglar, uncha-munchaga sirg'anib ketmaydi. Hech qanaqa gilam shart emas. Tepaga chiqib bitta ko'ringlar yana. Shu birinchi etaj, ikkinchi etaj hovlimizda senga yana nima taraflari yoqdi bu obyektimizda? Xo'p, menga yoqqan joylari dizaynni ham o'zi birinchi ko'rganimda mana shu joy yoqqan edi. Katta format kafel, injenerniy shifon qilingan joy yoqqan edi va jivoyda ham shu narsa realniy chiroyli chiqdi. Roshan ikkinchi etajga ham chiqdik va qaysi xonadan boshlaymiz? O'zing uni obzor qilib berasanmi? O'zing tushuntirib bersan. Menga eng yoqadigan xona bor. Bu ofis. Ofis ham bitta obzor qilib beramiz. Ofisimizda kichkinagina, lekin menga juda ham yoqadi. Tinch xona bo'lishi kerak kishi uchun, kitob o'qishi mumkin, kompyuterda ish qilishi mumkin. Bu xonamizda MDF shifon ishlatganmiz, yoniga podsetkalar qilganmiz, katta format kafel ishlatganmiz. Bu yerda рабочий stol bo'ladi. Kabellarni ham tashib ketganmiz, hali stolimizga kelgani yo'q. Bu yerda esa balkonimiz ham bor. Chiqib, kofe ichib, yoki telefonda gaplashib kelsa bo'ladi. Shunaqa. Yana bu videomizda ahamiyat berib qarayotgan bo'lsanglar, hali uy egasi ko'chib kirmagan, korreksiya jarayonida, ya'ni mayda-chuyda kamchiliklari hammasi to'g'irlanyapti. Biz harakat qilamiz, uy egasi ko'chib kirmagan holatda video olishi. Sababi bemalol shkaflarning ichini ochib ko'rsata olamiz. Hozir bugungi chisloyimiz 28-dekabr, Yangi yil arafasida topshirilayotgan obyektlarimizdan bittasi. Shu o'rinda yana bitta ma'lumot aytib o'tamiz. Ko'chib kirgandan keyin qat'idir qirilib qolishi mumkin yoki nimadir buzilib qolishi mumkin. Bizda servis xizmati ham bor. Telefon qilib chaqirishsa, shu joylarni o'zini to'g'irlab ketamiz. Faqat qo'shimcha qilib aytib ketamiz, bu servis qilinishi o'zimiz qurgan uchastkalarda va remont qilgan uchastkalarda, kvartiralarda bu narsa qilinadi. Bu narsa uyda juda ham kerakli narsa. Shu uyni o'zi qurgan, remont qilgan odam o'zi korreksiyasini qilsa to'g'ri bo'ladi.
Keyingi xonalar haqida hozir gaplashamiz. Videomizni kuzatishda davom etinglar. Juda ham qiziq xonalarimiz mavjud. Qiziq bo'layotgan bo'lsa, o'zingizlar fikrlarni ham yozib ketinglar. El día en que tu fantasía Ro'shan keyingi xonani men obzor qilaman. Chunki o'zimga yoqadi. Bilmadim, bu obyektda hamma xona o'zimizga yoqadi, sababi har bitta detalda yaxshi ishlangan. Va mehr berilgan. Ha, misol uchun ma'lumot sifatida aytib ketmoqchiman. Biz shu sohada ancha yildan beri ishlaymiz. Obyekt chiroyli chiqishi 70-80% mijozga bog'liq. Sababi mijoz har doim professionallarni eshitish kerak va o'shanga yarasha obyekt chiroyli chiqadi. Misol tariqasida mana shu uyimizni polimiz mana shu sarg'ishroq rangda. Aytish mumkin mijozga, yo'q, menga to'q jigaring yoqadi deyish mumkin, lekin dizaynimiz konsepsiyasi shunga yarasha qilingan. Sariq detalli ishlatilgan, temniy narsalar juda ham kam bo'lganning hisobiga polimizni sarg'ish qilganmiz. Va ruchkalar, detallar hammasi bir-biriga uyg'un bog'liq. Shuning uchun har doim mijozlarga iltimos qilib o'tamiz. O'zini ishini mutaxassislarni ozgina bo'lsa ham eshitsanglar, uyinglar bundan ham chiroyli chiqadi, xudo xolasa. Biz ko'p korpusli mebellarni, spanli mebellarni yasattiramiz. Italiyadan olib kelinadigan bo'lsa yoki boshqa davlatdan olib kelinadigan bo'lsa, necha pul razniца farq qiladi va sifatida farq qanaqa? 4 baravardan 10 baravargacha ham bo'ladi buni farqi. Sababi Italiya kровать, mягкий mebellari juda ham qimmat bo'ladi. Biz bu narsani olishdan oldin, umuman mijoz bilan ko'rishdan oldin uni talablarini bilib olamiz. Qancha budjet sarflay olinglar obyektga va shunga yarasha biz dizayn chizamiz. Misol uchun bu yerda mijoz bilan gaplashganmiz, o'zimizni mebellar bo'ladi deyilganga biz mana shunaqa modellar bilan chizilgan va bu narsa dizayn bilan birga-bir qilib yasatilgan. Sifatiga keladigan bo'lsak, bu protsent bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, bir 60-70% sifat bo'ladigan bo'lsa, Yevropa mahsulotlari уже 90-95-100% gacha sifatli bo'ladi va shunga yarasha narxi juda ham baland bo'ladi. Biz har xil segmentlarda ishlaymiz, premium segment bilan ham ishlaymiz, sredniy plus bilan ham, sredniy bilan ham ishlaymiz. Bu ko'rayotgan obyektimiz sredniy plus. Keyin bilasan, bu yerda yana zo'r решение berilgan. Mana shu ikkita taraf qora oynali qilingan, adashmasam Blooming'da bu. Bu bu yog'i уже крашенный mebel ketyapti. Va kontrastdan yana zo'r bo'lgan hisobiga chiroyli ko'rinyapti. Menga yana bitta yoqqan tarafi, mana sensor bitta ochilsa, ichidagi podsvetka yoqiladi. Kechqurun ham svet yoqib o'tirish shart emas, nimadir kerak bo'lsa, shuni ochib, bemalol osib bo'ladi. Bu xonamizda master spanli, qolgan xonalarga o'xshagan bu yerda ham detallari bor. Boshqa xonalarda ham ko'rgan bo'lsanglar, tumbalarning usti toshiydi, shipon materialda ishlatganmiz. Sababi konsepsiya bitta bo'ladi. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yoqda ham shkafni ochsak, podsvetkalarimiz yonadi. Sensor datchiklar orqali. Va bu yoqda bo'yanadigan joyi ham qolgan spanlilarimizga o'xshash. Dizaynerskiy remontlarda, hozirgi zamonaviy remontlarda kichkina detal gapiradi deb eshitganman-da. Va shu narsani eshitgan holatda harakat qilamiz, har bitta detal esdan chiqmasligi. Misol uchun, men yana bu xonaga qo'shimcha qilib ketaman. Mana shu devorli kichkina profillar bozordan, har xil magazinlardan kunlar davomida qidirilgan. Sababi hamma narsa bir-biriga uyg'un bo'lishi uchun arzimagan ko'rinishi mumkin, lekin umumiy interyeri professional darajada qilingan deb bilaman. Yana bitta ma'lumot, laminat qilganmiz polga va bu yerga gilam solinmagan, mijozimizning talablaridan kelib chiqib, gilam solmasdan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Keyingi xonamiz master spanlani sanuzeli, uni hozir o'zim tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu sanuzelimizda ahamiyat berib qaragan bo'lsanglar, yorqin kafilli ishlatilgan. Sababi sanuzel vizualni juda ham keng ko'rinadi. Ahamiyat berib qarasanglar, eshigimizga ham shiraka format kafilli yopishtirganmiz. Bu yana nima beradi? Sanuzelimizni yana ham kattalashtirishi
ko'rsatib beradi. Bu sanuzelimizda yana mana shu oynaga kichkinagina bo'lsa ham shkafcha qilib ketganmizda nimaga? Har xil krem, shunga o'xshash narsalar bor. Shu joydan bemalol foydalansa bo'ladi. Va maslahat beramiz, installyatsiyalarning tepalariga shunaqangi shkaflar qilib ketishi va albatta podsvetka qilishinglarni sababi qorong'ida podsvetkada ham cho'milsa juda ham odam dam oladigan darajada bo'ladi. Sanuzelimizdan chiqqandan keyin bu zonani mana shu bir ikkinchi etaj hovlimizni ikkita zonaga bo'lganmizni ko'rayotgan bo'lsanglar, bolalar yotoqxonasini master spalniyadan sal uzoqroq qilganmiz. Shunaqa bo'lgani menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Ravshan, detskilarni ham bitta obzor qilib bersang yaxshi bo'ladi. Xo'p, kirishimiz bilan o'rtada umumiy sanuzel qilganmiz va chap qo'lda qizlar uchun yotoqxona qilganmiz. Ranglarni ham qizlarning o'ziga moslaganmiz. Ikkita kalavat, bu yerda dars qiladigan zonasi ham bor. Gilamlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, hech qanaqani gulsiz narsa tashlaganmiz. Ana однотонный sababi interyeriga mos bo'lishi kerak har bitta dekoratsiya. Misol uchun oldinlari esingda bo'lsa, bizda muammo bo'lardi. Remont qilardik va shu dekoratsiyasiga keladigan bo'lsa, ayolimni o'zlari qiladi degan gap bo'lardi va bizga qilgan mehnatimiz stilistikasi umuman mana shu dekoratsiya jarayonida buzilib ketardi va hozirgi kunda bizda ayol mutaxassislar bor, mana shu dekoratsiya bilan shug'ullanadi. Biz obyektni remontni tugatganimizdan keyin shu dekoratsiya holatlarigacha qilib chiqib ketamiz. Bu o'g'il bolalar uchun moslangan ideal xona deb bilaman. Sababi nimaga? Har xil yosh bolacha narsalar qilib tashalmaganda, bu xona bemalol 18-19 yoshgacha foydalansa bo'ladi. Va kravatlarni qarasanglar, kojinni ishlatganmiz, gilamlari, mebellari hammasi o'g'il bola uchun juda ham mos qilingan. Va patologimizda lustra yo'q, galogen magnitli treklar orqali yorityapmiz. Yana bitta yoqadigan tarafi, ayollar bu narsani tushunadi. Mebellarimizda deyarli qirra ishlatmaganmiz. Bu yosh bolalar uchun xavfsiz hisoblanadi. Bu xonamizda shkaflar shunaqangi joylashtirilganki, ikkita va yonida ham yana ikkita bor. Sababi bolalarning kiyimi ikkita o'g'il bo'lsa ham bir-biriga aralashib ketmagan holatda bemalol foydalaniladi. Eng qizig'i bir-biridan talashib qolmaydi. Deski spalniyamizning o'rtasida umumiy sanuzel qilganmiz. Ajralib turadigan joyi bu yerda vanna ishlatganmiz. Vannada bolalarni cho'miltirish, kiyimini yuvish va boshqa narsalardan foydalanish juda ham qulay va tagiga shunaqa joy qoldirganmiz. Oyoqni bemalol tiqib, bu yerda foydalansa bo'ladi. Ayollar uchun juda ham qulay bo'ladi va podsvetkalar ham yoritib, chiroyli vid berib turadi. Sanuzelda ko'proq podsvetka ishlatish maslahat beramiz va bu yerda lyukimiz ham qoldirilgan, skriti qilib ketganmiz. Uyimizning yuragi bo'lgan qozonxonadamiz. Hosiliga obzor qilib beraman. Birinchi o'rinda biz filtr qo'yganmiz, amerikanskiy filtr. Bu filtrni biz qanaqa tanlaymiz? Birinchi uyimizdagi suvni analiz qilib turib, keyin bu filtrchilarga beramiz. Shunga qarab bizlarni filtrlarimizni moslab qilib berishadi. Bu narsa nima beradi? Har xil nakitlar, nalyotlar yig'ilmaydi va smesitliklar uzoqroqga xizmat qiladi. Hop, bundan tashqari boiler qo'yganmiz, kondensatsionniy kotellar qo'yganmiz ikkita va bu yerda gruppa bistri montajlarimiz bor. Bu yerda elektrik shitlarimiz yig'ilgan, tagida stabilizatorlar ham qo'yganmiz. Shitlarimizdagi hammasi nimaga ishlanishi bo'yicha yozib chiqqanmiz. Hammasi alohida gruppalarga bo'lingan. Ichkarini to'liq gaplashdik. Endi fasadga navbat. Fasadimiz jiddiy travertin qilingan, ko'rayotgan devoringlardagi figuralar hammasi sementovoy tyagali qilingan va jiddiy travertinimiz ikkinchi sloy Qirg'iziston toshiga o'xshatib fakturalar qilingan. Va bu fasadimiz juda ham skromniy va освещениyalar bilan yoritilgan. Patologimiz gips kardondan qilingan va jiddiy travertin patologda ham davom etadi. Jiddiy travertinimiz oppoq emas, bejaviyroq qilingan. Sababi Toshkent hududi changli bo'lganligi hisobiga chang uncha bilintirmaydi. Ekspluatatsiyasi ham juda ham oson. Undan tashqari darvoza bilan eshigimizga ham bitta ahamiyat bersanglar, ko'pchilik yoqadi kovkachimizning ishi.
detalli ishlangan, fasadda ham juda ham chiroyli qilib ochib turibdi. Bu uyimizda asosiy mehr ichkariga berilgan, tashqariga emas. Sababi inson yashayotganda ichkaridagi narsadan foydalanadi, tashqaridagi fasaddan emas. Videoyimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lib qolamiz. Like va kommentariyalarni yozasizlar. YouTube algoritmi shunaqa ishlaydi. Va bunaqangi videolar sizlarga qiziq bo'lsa, qo'llab-quvvatlab tursanglar, har bitta obyektimizni shunaqangi to'liq YouTube formatda olib chiqamiz. Agarda sizlarga ham shunaqa sifatli podключ remont xizmatlari kerak bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Grabusga qo'rqmasdan ishonsanglar bo'ladi.